taklifni ilgari surgandan keyin u qanchalik ishlaydi, samara berdimi deb ertaga so'roq qilinamiz. Assotsiatsiya raisining o'rinbosari lavozimiga saylandingiz. Albatta, o'z oldingizga ko'plab maqsad va rejalarni belgilab olganingiz tabiiy. Aytingchi, assotsiatsiya faoliyati haqida qanday fikrdasiz? O'zi umuman mamlakatimizda nodavlat, notijorat tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish borasida qanday rejalarni belgilab oldingiz? Assotsiatsiya oxirgi 20 yildan ziyod bo'lgan faoliyatida o'zini o'rniga ega, NNTlarni jamlashtirgan bir platforma bo'ldi va endilikda biz o'zimizni bugungi kunda bajarib turayotgan funksiyalarimizni yanada rivojlantirishimiz kerak, jamiyat bilan birgalikda rivojlanishimiz kerak deb o'ylayman. Qisqa muddat ichida faoliyatni o'rganib chiqdim va o'zim uchun bir qancha rejalarni belgiladim. Nodavlat nojo'ra tashkilotlari, nafaqat tashkilotlar, balki assotsiatsiyaning ham davlat tashkilotlari bilan shu yo'nalishdagi hamkorligini, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish borasidagi hamkorlikni rivojlantirishimiz va bu sohani yangi bosqichga olib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari respublikadagi nodavlat notijorat tashkilotlarini shaffoflik sertifikatini joriy qilish haqida o'ylayapmiz. Bu bo'yicha yillik ish rejamizga qo'shdik. Ya'niki bizda bor nodavlat notijorat tashkilotlari 9700 tadan ko'p, uni 30% dan ziyod demak assotsiatsiyaga a'zo, lekin qay biri qanday faoliyat yuritadi? Nechtasi faol, nechtasiga yordam kerak, qanchasi faol emas, qanchasi loyiha amalga oshirib ijtimoiy qatlamga rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelyapti degan savolimizga javob beradigan barqarorlik indeksini joriy qilish haqida o'ylayapman. Bu barqarorlik indeksida har bir hududlardagi nodavlat nojo'ra tashkilotlari bilan biz bog'lanib, ularning faoliyatini o'rganib, indeksda barqarorlik indeksini tuzamiz. Bu ochiq reyestr veb-saytimizda tashkil topadi. Bu kimdir yaxshi ishlamayapti deyish uchun emas, o'zimizga bilib olishimiz uchun. Kimga huquqiy yordam ko'proq kerak? Barqarorlik indeksi rivojlangandan keyin birma-bir ular bilan ishlashni boshlaymiz, tizimli. Indeksga qarab ularni faoliyatini baholovchi, demak, shaffoflik sertifikatini berib borish ta'minlaymiz. Biz bu yo'nalishlarimizni belgilashda, rejalarimizni belgilashda xalqaro tajribani o'rganib chiqdik. Buyuk Britaniyada bor Charity Commission tomonidan beriladi fuqarolik jamiyati institutlariga trusted, ya'ni ishonchli degan ma'noda sertifikat berib boriladi. Polshada bor, AQShda bor. Har yillik reytingi e'lon qilib boriladi, sertifikat berib boriladi. Bular nimaga kerak desak, ikkinchi tomoni donor tashkilotlar bor. O'zimizda mahalliy donor tashkilotlar va xorijiy moliyalashtiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi, loyihalarga pul beruvchi tashkilotlar bor. Ular uchun ham faoliyatni o'rganishi, baholashi, ikkilanmasligi uchun bir databaza bo'lib xizmat qiladi. Aytaylik, nodavlat notijorat tashkiloti xorijlik bir tashkilot bilan hamkorlik bo'yicha loyihani amalga oshirishda ular qayerdan ma'lumot oladi? Shaffoflik sertifikati olganmi? Barqarorlik indeksida qanaqa? Yuqori bo'lsa, yuqori turgan NNOlarga bu biz tomonimizdan bir ko'mak bo'ladi. Donorlardan mablag'larni jalb qilishda. O'ylaymanki, bu tashabbusimiz respublikadagi barcha NNTlarni xalqaro hamkorlikka kirishda ham bir ko'mak, yordam bo'ladi.